Assalomu alaykum qadrlik anglag'uvchilar. Misrlik yozuvchi Muhammad Ahmad Jadul Mavlaning Qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Iskandar Zulqarnayn. Yiroq safar yo'lini ochgan Iskandar Zulqarnayn Mag'ribga yetib bordi. Yo'l ustida uning qo'shinlari go'yo odamzod yo'q yerda ketayotgandek to'salg'usiz ilgariladi. O saratan tomuz Qahirtan soğuqni va patqoq yo'llarni pisand qilmay yurish qiladi. Chunki uningga Alloh taolo madadkor edi. Alloh taolo uningga ehtiyojli hamma narsani yetkazib berdi va uni yengilmas g'olib qildi. U to'xtamay ilgirlab, suyi do'g'abdek liyib ketgan bir quduqning yeniga kelib qoldi. U quduq ichiga qarab, bu yerda bir guruh gumrohlarning borlig'ini ko'rib qoldi. Bu odamlar zo'rliq zo'mboloq askilik qilgan kishilarning jiniga zamin bo'lganlar edi. Ularni ko'rib Iskandar Zulqarnaynning g'azabi keldi. Shundaqdimi u Allohdan ularni qandoq bir taraf qilish to'g'risida ko'rsatma so'radi. Alloh taolo uningga ikki chorani bishorat qilib, qaysini tanlab olishini uning ixtiyoriga qo'ydi. Bu choralarning biri ularning qilgan jinoyatiga tegishli jazo berish, yana biri o'z mayliga qo'yib o'tish edi. Chunki ularning ichida yomonlikdan qo'l uzib, to'g'ri yo'lga mangadiganlarning chiqib qolishi mumkin edi. Iskandar Zulqarnayn ikkinchi chorini tanlab, ularni o'ltirishga oldirmay, yomonlik qilganlarga yaxshilik bilan muomala qilmoqchi bo'ldi. Iskandar Zulqarnayn aytdiki, kimki zulm qilgan bo'lsa, biz uni jazolaymiz. Ondan u Rabbining dargohiga qaytariladi. Rabbi uni qattiq jazolaydi. Kimki iymon etsa va yaxshi amal qilsa, uningga eng yaxshi mukofot beriladi. Uni qulay ishga buyuramiz. Sura Kaf 87-88-oyat. U bir mazgil ular bilan birga turib, ojizlarga yordam bo'ldi. Yomonlarni to'sdi, haqqoniyatni tashviq qildi, yaxshilikni tashabbus qildi. Keyin u sharqqa yurish qilish qaroriga kelib, yo'l bo'yi botirona jang qilib mangdi. Oradan ko'p o'tmay, u ajoyib avot bir yerga kelib qoldi. Bu yani kun nuri qattiq qizitib tursimi, kishilarda o'zini kun nuridan daldiga og'idek uy, soyig'idek dal-daraxtlar yo'q edi. Bu balkim ularning nodonligidan bo'lsa kerak. Iskandar Zulqarnayn ularga nurg'un bilimlarni berdi. Ondan u yana shimolga qarab davomli yurish qilib, tog' jilg'isiga joylashgan bir davlatga yetib keldi. Bu yerda u til bilmaganlikdan ularning nima deb so'zlashayotganligini bilmasimi, ammo ularning askilikda dong chiqargan kazzob Yajuj va Majujlar bilan qo'shni ekanligi bilindi. Bu davlatlardagi xalqlar Iskandar Zulqarnaynning kuchli elchi ekanligini, katta huquq va nurg'un qo'llovchilarning borlig'ini bilib uningga bayat qildi, ham dushmanning tajovuziga taqobil turish uchun bir sepil so'qdi. Chunki Yajuj Majujlar axloqi buzuq, yaxshi gapni va yomon gapni anglamaydigan, maxsus pul dunyoni talon-taroj qiladigan bir to'p yovuzlar edi. Iskandar Zulqarnayn aytdi: Allohning menga bergan narsalar ortiqdir. Menga odam kuchi yordam qilinglar, ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma sep beray. Sura Kaf 95-oyat. Natijada kishilar uningga to'mir, mis, o'tin va ko'mirlarni kipadi. Ondan u mis, to'mirlarni ikki tog'ning oralig'iga jamlab, atrofiga ko'mir bilan yog'och to'plab o't yoqdi. Mis, to'mir eritmasidan ikki tog' oralig'ida mustahkam bir tog' hosil bo'ldi. Yajuj bilan Majujlar bu tomdan halqib o'tmadi, ham uni teshamadi. Shuning bilan Alloh taolo u yerdagi xalqni chetdan keladigan tajovuzning azobidan saqlab qoldi. Iskandar Zulqarnayn bu yemirilmas uzun dambani ko'rgandan keyin chin qalbidan bu to'smaning barpo qilinishi Rabbimning ne'matidir. Rabbimning va'dasi ishga oshganda u uni to'ptiz qilib o'tadi. Rabbimning va'dasi haqdir deb xitob qildi. Sura Kaf 98-oyat. Ashabul Kaf. Bayram kunlarida afsusliklar o'zlari ibodat qiladigan butlarga nazr chira qilishadi. Ammo bu ish tong'i chiqqan bir yoshning ko'ziga sig'maydi. U kishilarning butga bu qadar e'tiqod qilishidan tashvishlanadi. U kishilar orasidan chiqib, bir tut daraxtning tuviga kelib o'ltirdi-da, yolg'iz oldi beshini tuvan silib xiyolga cho'mdi. Ko'p o'tmay,
onunğa qalbdosh bir odam qo'shildi. Keyin u qo'shilib, bu qo'shilib, ular tezlik 7 odam bo'lib qoldi. Ular urug' tuqqan bo'lmasimi, lekin bir niyat, bir maqsadda edi. Fikr qarashlarimi o'xshib ketadi. Ular o'z qavmidagi kishilar e'tiqod qilayotgan ilohga ishonmaydiganligini aytdi. Ular dunyodagi hamma narsaga o'tkir ko'z va to'g'ri niyat bilan qaraydi. O'rtaq e'tiqodga ega edi. Shunga ular yaratuvchi Allohni tepib, uning dinini chin qalbidan qarshi oldi. Lekin ular Allohni faqat qalbida saqlaydi. Chunki podshoh mushrik edi. Ular xalq uchun kurash qiladi. Xalqning g'amini yeydi. Ular ko'ngilsizlik his qilgan chaqlarda Allohga sig'inadi. Bir kuni gugum tushganda ular yana bir yerga to'plandi. Ulardan biri past ovoz bilan: "Birodarlar, oqshom men bir xabar angladim. Podshoh bizning e'tiqod qilgan dinimizni bilib olibdimish. Bizga ziyonkashlik qiladiganligini aytib popoz qilibdimish", dedi. Ulardan yana bir mundaq dedi: "Bu xabarni ilgari menmi anglagan edim. Meningcha bu butunlay yolg'on. Bu xabarning rost ekanligini isbotlash uchun ular qadimiy yetganli yerda bu gapni tarqitib yuribdi. Mayli qandaqli bo'lsin, biz o'z dinimizga qat'iy ishonib, barliq besimga taqobil turishimiz kerak. Biz butga e'tiqod qilishning bema'nilik ekanligini aniq bilgan ekanmiz. Onunga e'tiqod qilamiz deb Allohdan yuz o'rmasligimiz lozim. Quyoshning har kuni chiqib turishi Allohning mavjud ekanligini to'liq isbotlab turibdi. Qalbimizdagi e'tiqoddan Allohning ulug'ligini ko'rib olg'ili bo'ladi." Mish-mish gap isbotlandi. Xabar rost chiqdi. Ular o'z oilalarida tutqun qilinib, podshohning oldiga olib kelindi. "Sizlar haqiqiy pokitni yo'shirishga uringan edinglar", dedi podshoh ularga. "Sizlar e'tiqodinglarni yo'shirmoqchi bo'lgan edinglar. Bunimi oqtiramadinglar. Har qanday sir hamon pash bo'ladi. Men sizlarning podshoh va puhrolar e'tiqod qilayotgan dindan yuz o'rib, boshqa dinga e'tiqod qilganliginglarni angladim. Nimishqa bunday qilasizlar? Mabodo men sizlarning nom shuhratli ekanliginglarni bilmagan bo'lsam, puhrolar sizlarni do'risa, mol-mulk va bexatarlikning tahdidga uchraydiganligini bilmagan bo'lsam, sizlarni o'z maylinglarga qo'yib o'tmoqchi edim. Sizlarning kishilar orasiga qaytib kelib, bizning dinimizga e'tiqod qilganinglar tuzukmi yoki beshinglardan ayrilib, qiymi-chiymi bo'lib ketganinglar tuzukmi? Buni o'ylanishinglar uchun hozircha sizlarni jazolashga oldirmayman." Alloh taolo ular bilan qalbdosh edi. Ularning e'tiqodini qo'llaydi. Ular mundaq deyishdi: "Shohimiz, bizning bu dinga e'tiqod qilishimiz boshqalarni do'rig'anligimiz emas. Majburiy e'tiqod qilganligimizmi emas. Nodonlikdan shunda qilganimizmi emas. Balki bu o'z tabiatimizning ehtiyoji. Shundaqla Allohning bizga aql idrak ato qilib, ilgirlash yo'limizni yo'ritganligi tufaylidan bo'ldi. Biz Allohdan o'zga hech qanday ilohga ishonmaymiz. Xalqimizga kelsak, ular nodonlikdan butqa cho'qinmoqda. Bizning yakunimiz mana shu. O'zlari qarab bir ish qilaylar. Bugun qaytib ketinglar", dedi podshoh ularga. "Ati cho'qim kelib, men bilan ko'rishinglar. Qani sizlarning zodi qanday qilmoqchi bo'lganliginglarni ko'rib boqay." Ular qanday harakat qo'llanishni maslahatlashdi. Ulardan ba'zisi mundaq dedi: "Bu ishni podshoh bilib qolgan ekan, bizga hargiz yaxshilik yo'q. Buningdan ko'ra biz ashu g'orga berib, diniy faoliyatimiz bilan mashg'ul bo'lganimiz tuzuk. Podshohning o'ktamlik qilishi orqasida Allohga erkin, behuzur ibodat qilish tasbih bo'lgan bu zaminda u yer balkim biz uchun eng yaxshi joydir. U yerda biz o'z e'tiqodimizni g'am qayg'usiz oshkorlay olamiz." Ular non va oziqlarini elishib, e'tiqodga to'lib toshgan samimiyati bilan oilasidan ayrilib yo'lga chiqdi. Yo'lda bir it ularni ko'rib qoldi-da, orqasidan agashdi. Ularning bu it bilan kori bo'lmadi. Ular manga oxir bir g'orga yetib keldi. G'or ichida mevalik daraxtlar va ichadigan suv bor edi. Ular kelib mevalardan yedi, suvdan ichdi. Ondan hardug'ini chiqarish uchun bir oz dam olmoqchi bo'ldi. Kutilmaganda ularga harduq yetib hammasi uxlab ketishdi. Tun o'tib kun keldi. Yoz o'tib qish keldi. Yillar bir-birini qo'g'lishib o'taverdi. Ular mushu yotganicha yetaverdi. Uyqumu akkili ularga chaplashib oldi. Quloqni yarg'udek bo'ron shamol ularni uyg'otmadi. Guldirmomimi ularning uyqusiga daxl qilolmadi.
Kunlari g'or ustiga tushib, g'orga yo'riqliq va illiqlik beg'ishlaydi. Lekin ularning ustini yo'ritmaydi. Quyosh agib o'tib g'arbga patadi. Bu Allohning ularning tenini qo'g'dash uchun qilgan karomati edi. Agar kun nuri ularning ustiga tushsa, kishilarning ularning u yoq bu yoqqa o'rilib uxlayotganligini ko'rib qolsa, qo'rqib ketishi mumkin edi. Ular 309 yil uxlagandan keyin qo'rsoqlarining salpal ochganligini va o'zlarining charchaganligini his qilishdi. Ular vaqt bir izda to'xtagan, tarix chaqimi aylanmas bo'lib qolgan o'xshaydi deb o'ylashdi. Shu asnoda ulardan biri: "Biz uzun uxlab ketgan o'xshamamdiq, birodarlar", dedi. Qo'sqimizning aytishi va charchishimizdan qaraganda, dedi ikkinchisi. Oradan bir kun o'tgan bo'lsa kerak. Biz atdigan yotgan edik, dedi uchinchisi. Hozir quyoshdek patmabdi. Buningdan uxlagan vaqtimiz bir kungami yetmaganligi ma'lum. Bo'ldi, to'la faraz qilavermayli, dedi to'rtinchisi. Buni Alloh taolo eng aniq biladi. Men bir necha kun taom yemagandek qo'rsqimning qattiq ichayotganligini his qilyapman. Shaharga bir odam evatib, oz-boz yemaklik deb kelayli. Biroq qattiq ehtiyot qilish lozim. Boshqalarga sezdirib qo'yishga bo'lmaydi. Bundaq bo'lmasa, biz hayot qolmaymiz. E'tiqodimizmi buzg'unchilik uchraydi. Ulardan biri oz-to'la yemaklik deb kelish uchun Afsus shahriga keldi. U shaharga kiribla uy imoratlarining o'zgarib ketganligini ko'rib hang-tang bo'lib qoldi. Xarobaliklar o'rdi bo'z parcha-parcha qish tashlar dövsiga aylangan edi. Ba'zi ahvollarga u texmi ajablandi. U yerdagi uylar o'zlarining uylariga o'xshib qolgandek qiladi. Ammo uylarning ichida o'ltirganlar ilgirki egisi emas bo'lib chiqadi. U dekki-dukki bo'lib, putlari kalvolashdi. Bu hol kishilarning diqqatini jalb qildi. Biraylan onodin: "Sen bu yerlik emas ekansan-da, nimaga qarayapsan? Nima izlayapsan?" deb so'radi. U: "Yo'q, men oz-to'la yemaklik setib olay dedim. Qayerda ekanligini bilmayapman", dedi. Eliq odam uningga narsa sotadigan yerni ko'rsatib qo'ydi. Bu g'orliq odam Navoiyga pul danglaganda Navoiy hayron qoldi. Chunki u pul buningdan 300 yil ilgirki pul edi. Shunga Navoiy o'zicha xazina uchratgandek bo'lib, bu pul cho'qim texmi ko'p dunyo dafniga va oltin kumushga munosabatli bo'lsa kerak deb o'yladi. Bu chog'da odamlar kelib uni o'rib olishdi. G'orliq odam ularga: "Qarindosh, ahvol sizlar aytgandek undaq emas. Bu pulni tunugun men boshqalarning qo'lidan olgan. Bugun uningga bir narsa setib olay degan edim. Buning ajablangidek nimasi bor?" dedi. O kishilarning o'zining haqiqiy ahvolini bilib qolishidan ehtiyot qilib, so'zini tugitib burilib maqmoqchi bo'ldi. Ammo kishilar uning bilan muloyim so'zlashdi. Ular uning buningdan 309 yil burun Yavuz podshohning ilkidan qochib chiqib ketgan obro'li ashu yigitlarning biri ekanligini bilib, qattiq ta'jiblandi. Chunki shu chaqda podshoh ularni tutmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin tutolmagan edi. G'orliq odam kishilarning o'zining tegi-taktini bilib olganligini sezib, nihoyat qo'rqdi. O'zdila emas, qolgan qarindoshlardanmi ansirdi. Shunga qechishni niyat qildi. Biraylan uningga: "Sen qo'rqma, podshoh 300 yil burun o'lib ketgan. Hozirgi podshoh sizlarga o'xshashli Allohga e'tiqod qiladi. Sening do'stlaring hozir nerda?" dedi. G'orliq odam ahvolni tushundi. Aslida uning bilan bu odamlar o'ttirisida uzun tarixiy jarayon o'tgan edi. U hozir mang'alaydigan ruh, harakatlanadigan ko'langili bo'lib qolgan edi. U: "G'ordagi do'stlarimni bu ahvoldan xabardor qilishim uchun sizlar meni ularning qishiga ketkizib o'tinglar. Vaqt uzrab ketsa, ular andish qilib qoladi", dedi. Podshoh buningdan xabar tepib, ular bilan ko'rishish uchun darhol g'orga kelib, ularning nur yig'ib turgan yuzlarini ko'rdi. Podshoh ular bilan qo'l elishdi, quchoqlashdi hamda ularni o'rniga berib turishga taklif qildi. Ular: "Bizning bolalarimiz, navralarimiz o'lib tugabdi. Uylarimizmi qolmabdi. Bizning hayotlik balviqimiz uzilibdi. Yashashning yana nima ahamiyati bo'lsin?" deyishdi. Ular Allohdan o'zlarini dargohiga olib ketib, baxt ato qilishini, o'zlarini jonsiz gavdaga aylantirishni umid qilishdi. Shu maydondagi xaloyiq Allohning bizni bu yerga akilib, ular bilan ko'rishtirganligi, bizga o'zining va'dasining rost ekanligini,
o'lmakning tirilmiki borlig'ini bildirish uchun bo'lsa kerak. Hozir bu isbotlandi, dedi. Ashabul Kahfning atrofiga bir tam etinglar, dedi. Alloh taolo Ashabul Kahfning ahvolini hammadan obdan biladi. Gepi o'tadigan boshliqlar g'orning atrofiga albatta bir masjid salayli, dedi. Sura Kahf 21-oyat. Ashabul Uhdud. Pij optab Sanoga o'z taptini chechib otadi. Qo'lni ko'ydirdigan qizziq qum uning gavdasini silamoqda edi. Shunga yo'lovchilar shalong, ko'chalar cho'ldirab qolgan edi. Ushtumtut shimol tarafdan bir kishi paydo bo'ldi. Siyoqidan qaraganda u qumliqning u tarafidan kelgandek qiladi. U shaharga kirib Udul podshoning ordusi qarab mandi. Bu odamning g'amkin, tutuq chiroyi, ansiz ko'zlari, aldirab tenab qadam tashlashi kishida gumon tug'diradi. Uningda go'yo podshohga ma'lum qiladigan zo'r maxfiy ish borda qiladi. Ordu yasovullari uni to'sib qo'ydi va uningdan: "Sen erkin kishilarning hammasi o'z ishi bilan bo'layotgan, hamma yoqni jimjitlik qoplagan bundoq chog'da bu yerga nimaga kelding?" deb so'radi. "Podshohga ma'lum qiladigan muhim bir ishim bor edi", dedi u. "Hozir podshoh oliylari aldirash", dedi yasovul uningga. "Hech qanday odam bilan ko'rishmaydi. Senator o'ltirilib, Sanodagi taxt mustahkamlanib, Yamandagi Yahudi dini Tuba davridagidek asliga keltirilgandilar, u ondan boshqalar bilan ko'rishidi. Podshoh hamma vaqt yiroq safarga tayyor turadi. Mayli mag'rib yoki mashriq bo'lsin va mayli tuzlanlik yoki tog'liq bo'lsin, u jahonni birlikka keltirmoqchi. U Yahudi dinining bir tutash diniga aylanib, Tavrat aqidalarining yer yuzida ijro qilinganligini ko'rmagicha hargiz bahramon uxlayolmayman deb qasamyat qilgan. Kun patqanda u Yaman davlatlaridagi podshohlar, to'rilar, sarkardalar yig'ilgan ordu bog'chisiga berib, ular bilan g'azot qilish choralari ustida maslahatlashidi. "Podshohning ishi bilan mening ishim to'qinishmaydi", dedi heliqa odam. "Men bu yerga podshoh bilan birga jangga chiqish uchun keldim. Mening kelishimdagi maqsadimni uningga tushundirsang, u meni cho'qim chaqirtadi." Podshoh Zonovas uydan chiqib, xizmatkorlarini atrofiga o'lashtirib boqib ketyotdi. U endi so'zlay deb turishiga Yasovul: "Najrondan kelgan bir odam o'zlari bilan ko'rishni talab qilyotdi. U Yahudi diniga foydasiz bir yangi din ustida janoblari bilan ko'rishmoqchi ekan", dedi. "Yangi din demsan, u odam chopsan kirsin", dedi podshoh. Eliq odam kirgandan keyin podshohga mundoq dedi: "Podshohi olam, taxta baxtingiz baqaror bo'lg'ay. Dushmanlaringiz yer bilan yakson bo'lib, murod maqsadingizga yetkaysiz. Ey podshoh oliylari, men bu yerga bir narsani talab qilib kelmadim. Kuch-quvvatingizga tayinib, boshqalarni bo'zak etish uchunmi kelmadim. Najron diyorida bir voqea yuz berdi. Bu voqeaga tadbir qo'llanilmasa, u boshqa joylarga yamrab ketadi. Uni Yaman yoki texmi keng joylarga yamrab ketmaydi degili bo'lmaydi. Sening bu xabaring meni cho'chitdi", dedi podshoh. "Bu xabar bakmi muhim ekan. Buni ochiqroq va tafsilroq deb boqqan." "Yaqinda", dedi heliqa odam, "Xristian dini deydigan bir yangidan Najronga tarqaldi. Bu din tarafdorlari Isoning nomida din tarqatyotdi. G'ayri dindikilar bu dinni yoqlab turkum-turkumlab kiryotdi. Lekin Yahudlarning bir qismi o'z dindan voz kechib, g'ayri dinga kirdi. Yana bir qismlari yanala Yahudi diniga e'tiqod qilyapti. Hozir ularning holi yaxshi emas. Agar shoim Najrondagi Yahudi diniga tegishli tadbir qo'llanmasa, Yahudi dinining ta'siri tarixdan o'chib ketishi mumkin." Podshoh o'zini ruslab o'ltirib: "Bu din Najronga qandoq tarqalib ekan? Qandoq qilib putrab tura olibdi? Qandoq qilib kishilarni mayli qilibdi? Qandoq paydo bo'lib ekan? Buni tafsilroq aytib boqqin", dedi. "Najronga ikki qul kelibdi ekan", dedi heliqa odam. "Uning biri Rumluq, ismi Fimiyon ekan, yana biri arab, ismi Solih ekan. Fimiyonni qo'rmi darxiga cho'qinadigan bir odam setibdi. Bu odam Fimiyonning mardona, kuchlik, muloyim, ishchan va hordim-taldim demay ishlaydiganligini bilyapti. Fimiyon kechalari uyida o'zi yolg'iz namoz o'qiydi ekan. Bir kuni uning xo'jayini uyiga kirib kelibdi. Qarasa Fimiyon namoz o'qiyotgandek. Uyda chiroq bo'lmasa-mo, uy ichi yo'q-yo'riq turgandek. Xo'jayin bu ishga hayron qoldi-da, uningdan:
sen qaysi dinga e'tiqod qilasan? Xurma darxidan boshqa biror ma'budga e'tiqod qilamsan? deb so'rab, bu sirni aytib berishni talab qildi. Fimiyon, men Allohga e'tiqod qildim. U podshohning egasi. U hamma maxluqotni yaratuvchidir. Payg'ambar Isa uning kuch-quvvatining tangdossiz ekanligini ko'rsatgan ham isbotlagan. Xurma darxiga kelsak, uning kishiga foydasimi, ziyinimi yo'q. Yaxshilikmi ib kelanmaydi, balo qazoning oldinimi ololmaydi. Navoda sen qo'shilsang, men Allohdan xurma darxini shamol bilan quritib etish yoki o't bilan ko'ydirib etishni talab qilay. Alloh taolo bu talabimga qo'shilsa ajab emas debdi. Xo'jayin uningga, bu deganing rostmi debdi. Fimiyon, agar men shunday qila olsam, sen mening dinimga iymon keltiramsan debdi. Xo'jayin, bo'ldi, gapim gap deb javob beribdi. Shunda qilib Fimiyon namozga o'ltiribdi-da, Allohdan xo'jayinning xurma darxini shamol chiqarib quritib etishini va yo'tkab ketishini talab qildi. Xo'jayinning xurma darxi rost qurib ketibdi, g'oyib bo'libdi. Shuning bilan xo'jayin uning diniga e'tiqod qilibdi. Bu xabar Najronga tezli tarqalibdi. Kishilar turkumlab burunqi e'tiqoddan voz kechib, xristian diniga e'tiqod qiladigan bo'libdi. Hozir u yerdagi odamlar bu dinga e'tiqod qilib bo'ldi. Qolganlari uningga e'tiqod qilish oldida turmoqda. Sen aytgan bu odam, bu din to'g'risidagi ahvol nihoyatda muhim. So'zingni davomlashtirgin, dedi podshoh. Heliq odam so'zni davomlashtirdi. Fimiyonning sherki Solihning aytishicha, u Shamdagi bir kentda amga qilayotganda, Fimiyon kentga boradigan bir yo'lda ketayotgan ekan. U ilmi mo'l odam bo'lg'achqa, Solih uni yaxshi ko'rdi ekan. Shunga Fimiyonning orqasidan ergishib mengibdi. Fimiyon uni ko'mabdi. Bir kuni u qumliqda namoz o'qiyotganda, to'satdan bir ajdaho kelib qilib, og'izni ochgan peti uningga etilibdi. Solih qo'rqib arvoyi uchgan holda, "Fimiyon, qara, ajdaho san etilyotdi" deb vaqirabdi. Fimiyon parvo qilmasdan ibodat qilaverib, eliq ajdaho uningga yaqin kelganda ushtum-tut o'lib qopti. Solih Fimiyonga qoyil bo'lib, uning bilan birga turishni talab qildi. Fimiyon ma'qul bo'pti. Shuningdan e'tiboran ular ikkisi yezimi-yeza, kentmi-kent orlab yuribdi. Bu jarayonda Fimiyon o'zining haybati va ajoyib xislatini yanama namoyon qilib, Solihni o'ziga texmi jalb qildi. Solih hamisha uningdan ayrilmay birga bo'pti. Keyin u ikkisi cho'lda ketayotganda bir to'p qaroqchi ularni tutib olib, bozorga olib setibdi. Mening Fimiyon to'g'riliq biladiganlarim shunchalik. Podshoh lashkarlarini boshlab Sanodan Najronga qarab otlandi. Najronga yetib borgandan keyin u yana muasirga oldi. Aholilar qo'rqib nima qilarini bilmay qoldi. Podshoh aholilarni jazolashdan burun ularning oqsoqol katiboshlariga tanbih berdi. Men sizlarni ikki yo'ldan birini tanlashga undayman. Qani sizlar mening bugungi Yahudi dinimga, ya'ni burunqi Tuba diniga e'tiqod qilamsizlar yoki yangi dininglargami? Sizlar bir qarorga kelishdan burun men sizlarni jazolamayman. Yangi dinimiz qalbimizga muhrdek besildi. Beshimizga kelgan har qanday balo qazo, hatto o'limni qarorimizni o'zgartirmaydi, deb javob berishdi ular. Podshoh ularning o'z e'tiqodida kajliq bilan turganligini ko'rib, xandaq qazib, o'tin do'lab, o'tinga o't yiqish va Najrondagi hamma aholini o'tga tashlab ko'ydirish to'g'risida buyruq tushirdi. Qiyralar, bolalar, ayollarning hech qaysi bu balo qazodan qutulolmadi. Natijada bu yerda xristian muxlislardan birmi omon qolmadi. Faqat yahudlar hayot qoldi. Diqqat berganingizga rahmat.